Ayrim mijozlardan keladigan eng g'alati savollar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, menga bitta shunaqa zo'r atir qilib bering. Qizlarning oldidan o'tganimda meni sevib qolsin. Bolla. Aka, atirlarni sepganda bir hafta turib beradimi? Boshqa joylarda shunaqa reklama qilishyapti-yu. Qarang, xo'jayinimning kostyumlaridan jenskiy atir hidi kelyapti. Ular bo'lsa bu yuni atir deyaptilar. Shunga kostyumlarni sizlarga jo'natsam, qanaqa atir ekanini nomini e'tibor olasizlarmi? Aka, shunaqa neobычный bitta atir bo'lsinki, O'zbekistonda bitta manda bo'lsin. Bugun kechqurun soat 8 dan 9 gacha do'koninglarni hamma uchun yopib qo'yinglar. Shaxsan Alisher Baratovichning o'zlari atir talashga boradilar. Kam? Aka, qanaqa atir jo'natib berdingiz? Menga boshida sepganimda o'zimga ham sezilib turuvdi-da. Hozir sezilmayapti. Yon atrofimdagilarga sezilayotgan ekan. Xo'sh, siz yana atir haqida qanaqa g'alati savollarni bilasiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Eng g'alati savol yozgan odamga xuddi shu 500 ming so'mlik atirni o'zim sovg'a qilaman.